Uni anaqa ham qo'shiladi. Sug'urta hamma narsasi ichida mana. 57 million ichida. Shunday Namanganda yangiliklar bor. Chunki modellar sirop, inomarkalar bor. Mana bu mashinada ham yaxshi yangiliklar bor. Lekin dalniy yo'lga 4,5 ta. Ha. 4,5 ta. Shanbayxonga Telegramdan yozadi. Telegramdan yozsin, videosini tashlab beradi. Yo'lovchi tashish bo'yicha chempioni kelgan, uni ham bitta ko'rsatamiz. Yangilikni zo'ri bor. Ayniqsa bonus deganingiz esimga tushib qoldi. Bizi obunachilarga, ya'ni Mega Dunyo kanalining obunachilari Shindiray Namanganga kelishsa, Qobil akamning o'zlaridan hozir 3 milliondan tashqari sovg'alar ham qilib beramiz. Sovg'alar bor. Qobil aka 5 yil o'sha davlatdan qarz bor, oyma-oy to'layman deb yurmasdan sal ozroq variant, kredit emas variantlar ham bor, to'g'rimi? Tushab turing. Hozir 12 oyga, 5 yil emas. Yo'q, 12 oyga. 60 oy emas, 12 oy. Bu nasiya savdo, halol nasiya savdosi o'sha so'rashgani. Hali piyga tug'maydi. Yo'q. Bitta tushunmayapman. Qobil aka. O grafikni qarang aka bu. G'alati qilyapti. 32 ni grafik emas, 3 million 700 dan oyiga chiqadigan. 32 ni grafiki bu. 180 million 125 ming so'mga. Narxi bunaqa emas-ku aka? Narxi hozir yangilik bo'lgan. 183 million 125 ming edi mashinamizning narxi. Hozir bu 180 million 125 ming narxi. 3 million nimaga qanaqa razlisa? 3 million so'm hozir bu avtomobilimizga skidka bo'lgan. Bu grafiki hozir siz qo'lingizga tushgan grafiki avtokredit grafiki. Boshlang'ich 57 million so'm to'lov qilishsa, oyiga 3 million 700 ming so'mdan chiqazamiz. 5 yilga, to'g'rimi? 5 yiliga. Sug'urtalarda yoki bo'lmasa bank foizlarida ancha qulayliklar bo'lgan. Shuning uchun oylik to'lovlari ham ancha summasi oz chiqibdi bu holatda. 57 millionga keyin uni anaqa ham qo'shiladi. Sug'urta hamma narsasi ichida mana. 57 million ichida. Oylik to'lov 3 million 700 ming standart chiqqan. 3 million 700 ming so'm kunlik to'lovda masalan 100 ming so'm, 110 ming so'mdan tashlasa ham 3 million 700 ming so'mda. Kuniga 100 ming so'mdan bemalol kassa qilsa ham bo'ladi-da. Eplasa bo'ladi. Eplasa bo'ladi. Bu endi qarang-da, Qobil aka 5 yil o'sha davlatdan qarz bor, oyma-oy to'layman deb yurmasdan sal ozroq variant, kredit emas variantlar ham bor, to'g'rimi? Tushab turing. Hozir 1 minut. Mana shu yerda bitta hisoblab qo'yganim bor edi, mana. Nasiya savdo tarifimiz bor. Nasiya savdo kimgadir yozib bergansiz. Bu bitta mijozimizga yozib ko'rsatuvdim. Bunda narxi ozgina o'zgaradi. Mashina narxi 203 million so'mga o'zgaradi. Aslini olganda kreditga olsa ham narxi bu hisobda o'zgaradi asli. Hozir bu holatda men qarang. Nasiya savdoda bunga foiz hech nima aralashmaydi. O'sha holatda hisoblangan qarang, maksimalni 25% to'lov qilinsa, 52 million so'm bilan chiqadi shu avtomobil. Oylik to'lovi 12 million 704 ming so'mdan 12 oyga. 12 oyga, 5 yil emas. Yo'q, 12 oyga. 60 oy emas, 12 oy. Bu nasiya savdo, halol nasiya savdosi o'sha so'rashgani. Hali piyga tug'maydi. Yo'q. 40% to'lov qilishsa mana qarang. 83 million 500 ming so'm. Boshlang'ich to'lovi, oylik to'lovi 6 million 775 mingdan 18 oyga. 1,5 yil degani. Endi bundoqda kimnidir qo'lda 100 million puli bor. Yoki bo'lmasa 90 million puli bor. O'sha holatda menga mashina qilib bering, u yog'ini ozroq chiqsin oylik to'lov deysiz, masalan 50%, 103 million so'm to'lov qilishadi. 5 million 646 mingdan chiqadi 18 oyga. 5 million. Qancha ko'proq to'lashgan sari muddatini uzaytirib beraveraman. Muddat ham uzayadi, oylik to'lovi ham uzayadi. Oylik to'lovi qancha ko'p to'lansa, baribir oz chiqadi-ku. Tushunarli. Bu 18 oyga ekan o'rtoqlar, 5 yil emas, 1,5 yil, 5 yil emas, 1,5 yil. Shuni xohlashsa qilib olinglar. Nasiya savdo bo'yicha shu grafiklarni bemalol telefon qilishsa qilib beramiz. Xohlashsa men qo'lingizdagi avtokredit bo'yicha ham grafik shakllantirib, Telegram orqali ham tashlab beraveramiz. Qayga borib surishtirib, solishtirib ham ko'rishaversin. Qaysi avtosalonga bo'lsa ham, narxi bo'yicha, bank foizi bo'yicha, sug'urtasi bo'yicha ham hamma joyda eng arzonni qilib beraman. Toshkentdan qimmat chiqib qolmaydimi? Yo'q. Glavniydan bir grafik tashlashsin, men o'zim shuni chiqazib beraman, solishtirib ko'rishaveradi. Qarang, faqat shunga 3 million skidka qildik. Boshqa mashinalarga ham bir yangiliklar bor. Kabinamizni hozir gazligiga mana shu oy bo'yicha birinchi chisladan va shu 30-chislagacha 3 million so'm skidkamiz hozir e'lon qilingan. Hozir o'zi bu yog'i 12-13 kun bo'lib qoldi mana. Endi ko'pchilik eshitishdi. Shindiray avtosalonda shu skidka ham davom etibdimikin degan mijozlar uchun. Davom etibdi skidkamiz. Xudo xolasa oy oxirigacha dubl kabina xarid qilmoqchi bo'lganlar kelib bemalol xarid qilishaversin.
3 million foydada. Ha, 3 million Hech bo'lmasa nomer olgani поддержка. Ha, endi qanchadir bo'lsa ham baribir hozir endi yana baribir qo'shimcha bonuslarimizni ham qilib beribmiz. 3 million so'mdan o'tadi baribir. Qarang hozir bonus deganingiz esimga tushib qoldi. Bizni obunachilarga, ya'ni Mega Dunyo kanalining obunachilari Shindiray Namanganga kelishsa, Qobil akamning o'zlaridan hozir 3 milliondan tashqari sovg'alar ham qilib beramiz. Sovg'alari bor. Nimalar qilib Hech beramiz? qaysi mijozimiz xafa bo'lib ketishmadi. Benzin, nomer postavkasi, poligi, bir qo'shimcha mana sidinaga o'tirganda bir hozir issiq kunlarda bir tellamayxona nakalarni qo'shib, qo'shimcha narsalarni qilib beramiz hammasini. Joningiz sog' bo'lsin aka, malades. Ko'rdinglarmi? Endi hozir ikki xil narx bo'lyapti. Ko'pchilik noto'g'ri tushunishyapti. Nasiya savdoga 203 million bo'lsa, foiz bor ekan-ku deyishyapti. Nasiya savdoga bozordan 10 minglik mashinani 1 yilda olishga, 1 yilda qaytib berishga olsa 10 mingga bermaydi-ku, to'g'rimi? 12 ming dollar qilib beradi. 3 ming dollar minadi, 10 ming dollar. Bu ham o'shani singari. Masalan, 183 millionlik mashinamiz 203 million so'm. 20 million so'mcha ustiga plus minus bo'ladi. Nasiya savdo bo'lgani uchun, bank aralashmagan holatda foizsiz deyilgani uchun. Bunda ham masalan bank aralashadi. Qanaqa holatda bizga bank yordam beradi? Mashinani taqiqqa qo'yib turgani. Mijozi o'zini nomiga chiqadi mashina, o'zini nomiga nomer taqadi. Bozordan olsa unaqa bo'lmaydi. Bozordan olsa ham o'tgan odamiga 10 ming dollar pulni berib, generalni qilib bering yoki bo'lmasa bir qanaqadir o'rtada nizo kelib chiqadi. Bunda mashina 100% mijozni nomiga chiqadi. Mijoz o'zini nomerini taqib, hamma narsa o'ziniki bo'ladi, faqat bizga bank yordam berib turadi, zapretga qo'yib berib turadi. Bo'ldi. Hozir o'rtoqlar Shindiray Namanganda yangiliklar bor. Chunki modellar sirob, inomarkalar bor. Mana bu mashinada ham yaxshi yangiliklar bor. Xudo xolasa uni ham aytib o'tib ketamiz. Shuning uchun videoni diqqat bilan shoshilmasdan ko'rishni tavsiya etaman o'rtoqlar. Ma'lumotlarni ham tez-tez berib o'tib ketaylik. Motorlari haqida to'g'ri, juda ham ko'pchilik obunachilarimiz buni motorlari imkoniyatini bilishadi. Lekin buni bilmaydiganlar uchun bitta ma'lumot berib o'tib ketaylik. Motorlari 1.5 Nonus motor, 115 ta ot kuchi, sepli motor hisoblanadi. Ko'pchilik kelishadi, seplimi, zubchatimi deyishadi. Sepli motor. Sepli motorda bo'ladi, konditsioneri bor, ABS tormozi bor, monitorlari bor. Buni yaxshi tomoni o'sha oilaviy yoki bo'lmasa ustalar polni sostavi bilan, yukxonada yuklari bilan yoki bo'lmasa dehqon akalarimiz ham dehqonchiliklarni yuklashadi. Bu yoqqa o'z oilaviy shunda 2 kishi emas, 5 kishi bemalol ketaverasizlar mana. Ko'ringlar. Как zamonaviy mashina. Kaka, to'g'rimi? Yuk mashinalarining ichida eng zamonaviylardan bittasi. Hamma jihoz bilan jihozlanganda, rol elektronika, ABS tormoz, konditsioner, zadniga yurgan orqa kamera, sidinalar koja, obshipkalar, mana video sifati hammasi juda zo'r. Asosiysi o'rtoqlar bu zavodskoy gazligi. Qaranglar, zavodskoy gazligi. Bu zavodda chiqadi. Siz gaz o'rnatmaysiz, olib chiqasiz, shuni ishga chiqasiz. Nomer texpasport olasiz, xolos. Sizdan boshqa hech narsa tavsiya qilinmaydi. O'zi ballonlari ham yaxshi. Ballonlarni ham almashtirish shart emas. Endi yuk ko'tarish qancha ko'taryapti? Yuk ko'tarish hajmi kitobida 1,5 tonna berishibdi. 2 tonnagacha ham olaveradi bemalol. Olaveradi. Bu yoq endi bizda masalan 1,5 tonna yozgan narsaga 2 tonna yuklaymiz, 2 tonna yozganga 3 tonna yuklaymiz. O'zbekistonda hozir 260 ga 170 orqasini uzunligi ham bitta kichkina labodan ham kattada, 1,5 barobar. Labodan katta, to'g'ri. Shuni hisobiga 2 tonnagacha yuklashsa bo'ladi bemalol. Mana eshitdinglarmi o'rtoqlar? Yo'q, menga dubl kabinali kerak emas. Men taksi qilaman, xullas yuk tashish bilan shug'ullanaman deydigan akalarimiz uchun legendarniy T30. Yaka kabinalik legendarniy T30. Buni ham motorlari, salonlari imkoniyati shu bilan bir xil, shunchaki qo'shimcha kabinasi yo'q. O'rindiqlar soni 2 ta bunda. Ammo yuk ko'tarishi undan ko'ra sal baquvvatroq, yukxonasining kengligi, uzunligi undan ko'ra
boshqacharoq bo'ladi. Buni uzunligi necha edi? Buni uzunligi 3.15 bo'ladi. Oh, 3.15. 3.15 ga 1.72 bo'ladi. Oh. Mashq holatiga buni ham xarakteristika kitobida 2 tonna beribdi. U yog'i endi 2,5 tonnagacha holatiga qarab yuklab bemalol ishlarni bitkazishsa bo'ladi. Albatta, yukni ko'p yuklashni tavsiya qilmaymiz, chunki mashinani qiynaysiz va uni umrini qisqartirasiz. Qarang, bunga skidka yo'qmi aka? Bularda hozirchalik skitkamiz yo'q. Benzinli, gazlik pozitsiyalarimiz bor. Bemalol kelib xarid qilishsa, qanaqa variantlar bo'yicha deysa, o'sha variant bo'yicha hisoblab, hammasini aniq qilib chiqazib, summalargacha chiqazib beramiz. Benzinligini narxi qancha? 163 million 125 ming so'm. Gazliginiki? 173 million 125 ming so'm. Benzinligini ham, gazligini ham, Nasiya savdoga ham, avtokreditga ham grafikini chiqarib beramiz. Hammasini chiqazib beramiz. O'rtoqlar, eng kamida 30-25% plyus bo'lsa deb hisoblandi hozir grafikda. Siz plyusga yarasha 50 million emas, siz 80 millionmi yo 76 million pulim bor deysizmi? Siz plyusni aytsangiz, plyusga yarasha grafik hisoblab berishadi. Qancha ko'p bo'lsa, oylik to'lovi ham ozroq chiqaveradi. Bunda hozir bitta plyus, yana bitta qo'shimchalik qilib qo'ydi, yangilik. T30 ni ko'pchilik kelishadi-da, benzinligini xarid qilishadi-da, o'rtada yana bitta savol tug'iladi. Yoqilg'i turi benzindan keyin propanga o'tkazmoqchi bo'lishadi. Propanligi bormi, propan qo'yilgani deyishdi. Shuni o'zimiz propanni uстановка qilib tayyor qilib qo'ygan pozitsiyamiz ham bor. Ana. Kelishadi. Tayyor propan. Xohlasa, mana tayyor propanligi, metalligi, benzinligi. Ana. Xohlab o'zlari olib borib propan qo'ydirib olasiz yoki bo'lmasa biz o'zimiz qo'yib qo'yilgan propanda xarid qilishsa ham bo'ladi. Ana, eshitdinglarmi? Propanligi va pozitsiyasi ham olib kelib qo'ydi. Mana tashqarida turibdi. 90 talik. Mana, o'rtoqlar ko'ringlar. Tagida turibdimi? Ko'rdinglarmi yo'qmi? 90 talik balon ana shu orqaga zapaska balon o'rniga metan singari zo'r tushadi. Ana ko'rinmaydi ham orqa tomondan. Mana metan gaz qo'yilgani ham jo'n sezilmas ekanda, qaranglar mana. Tagiga tushibdi 90 talik. 90 talik bilan ancha yurib qo'ysa kerak bu. 7-8 kilometr yursa kerak menimcha. 800 yursa kerak hisob kitobimiz bo'yicha. Shunaqa. Endi benzinda ham обычный расходi ham 8 ta, to'g'rimi? Benzin расход 8 litr. 8 litr. Injektori, motorlari, sepli motor ancha ekonomishli. Benzindan ko'ra propanda sal ko'proq edi. 8 ta расход qilsa 10 ta hisoblang, 10 ta u 90 ta bilan 900 yurib qo'yish ehtimoli yo'q emas-da. Eng kamida 700-800 yuradi. O'sha grubiy hisoblab aytganimiz bir yaxshi. Erta kimdir 1000 kilometr yuradi deb olsak, aytadi-da, 1000 kilometr yurmadi deydi. Teng bo'lib yuk mashinada 2 tonna yuki bola 10 ta ichar, 11 ta ichar. Shuning uchun 700 kilometr yo 800 kilometr yuradi. 90 ta deganimiz o'sha. Shuni hisobiga. Endi yana bitta hozirgi trendda va juda ham ko'p sotilayotgan mashinalarimizdan Shinre T30 ni qo'sh balonlik o'rtoqlar. Qo'sh balonliklarda bilasizlar, oldi resor bo'ladi. Bu yana ham yukka moslangan variantidan qaranglar mana. Oldi resor, balonlari ham sal baquvvatroq qo'yilgan. Yuk mashinalar, haqiqiy yuk mashinalaridan qo'yilgan. Orqa mana qo'sh balon. Ko'ringlar. Bu zavodskoy benzinlik ekan bu. Zavodskoy benzinlik pozitsiyasi bu. Buni ikkita yonboshiga yana bittadan 100 talikdan 200 talik gazlashtirilgani ham bor. Qo'sh balonni metan gazli bo'ladi, zavodskoy. U pozitsiyamizdan ham bor. Yoki bo'lmasa shuni propan qilib beringlar deysa, propanlik pozitsiyasi ham bor buni ham. 90 talik shu propan balon yonbosh tomoniga o'rnaydi buni ham. Hali sal og'irroq yuk tashiyman deydigan akalarim propan qilib olsanglar, menimcha zo'r effekt bersa kerak. O'zi metanda ham bunaqa tezligicha anaqa o'zgarish bo'lmaydi-yu, lekin propanni xohlaydiganlar uchun propanni ham qilib berishadi. Bunda ham sharoit o'rtoq ko'ringlar mana. Koja salonni bitta e'tibor beringlar. Rul elektronniy, monitor, konditsioner, 5 bosqichli mexanika korobkada. Motori buniki sal baquvvatroq chiqqan. Motori buniki 1.6 donus motor deb hisoblayman men o'zim, eminni. Bu mingan odam bu yakka balonni minsa o'zi sraz motorini bilishadi. Farqini biladi. 124 ta ot kuchi, bu ham o'sha sepli motor hisoblanadi. Keyin bitta narsaga e'tiboringlar, birkaga Made in Uzbekistan eng tagida yozib ko'ringlar. O'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti o'rtoqlar. Bunga gruzopodyomnik qancha bergan? Bunga gruzopodyomnik 2,5 tonna. Zavodniki. Zavodning xarakteristikasida 2,5 tonna beribdi. Olgan mijozlarimiz 3 tonna yuklatdi shu holatiga. Indamay. 3 tonna bemalol. Ko'rdim demaydi 3 tonna. Yo'q.
4 tonna yuklaganlar ham bor. Endi yuklab yurishibdi. Holatiga qarab, yo'liga qarab yuklab bemalol. Avtomobil xarid qilgandan keyin mijoz faqat shu mashinani ishlatish uchun olishadi-da. To'g'ri. Uni endi yuk tashish olingan avtomobilga katta yuk mashina haydaydiganlar o'zi biladi. Ha. Me'yor qancha, masofa qancha, o'shani hisobini olib yuklab bemalol mashinada foydalansa bo'laveradi. Aka, buni narxi qancha? 184 million 375 ming so'm benzinligi. Benzinli. Gazligimiz 201 million 250 ming. Gazli hisobiga narxi o'zgaryapti o'rtoqlar. Buni ham xuddi shunaqa nasiya savdo deysizmi, naqd deysizmi, pul o'tkazish deysizmi, endi avtokredit oluvchilar uchun uni ham tashkillashtirishgan, iloji bor zamon talabi shunaqa bo'lyapti. Lekin avtokredit to'g'risini aytaman o'rtoqlar, sizlarga maslahat bermayman. O'ylab ko'rib keyin olinglar. Nasiya savdoni endi tavsiya qilaveraman yoki bo'lmasa naqd olishni juda ham zo'r tavsiya qilaman. Hamma o'zini imkoniyatini o'zi biladi. To'lov olsangiz, shunga qarab turib keyin olishni maslahat beraman. Endi bularda inomarkalar ham bor. Hozir tashqariga chiqamiz, bu yerda ko'ryapsizlarmi mana? Serok, ombor bu yog'i. Mana endi yo'lovchi tashish bo'yicha chempioniga uni ham bitta ko'rsatamiz. Yangilikni zo'ri bor. Shinray SVM G01. Bu restyling versiyasi. Bu oxirgi chiqqan pozitsiyasi. Salon ichlaridan ham boshlaydigan bo'lsak, o'rtoqlar, bu mashinani minib shahar yo'llarida o'zini tutishlari haqida video qilganmiz. O'tib ko'rib olishinglar mumkin, lekin Namanganga kelib bemalol ko'zingiz bilan ko'rib, chiqib xarakteristikalarini ko'rishingiz mumkin. Bu eshik ruchka, knopkada ochasiz. Ko'ryapsizlarmi, knopka, mana kojada, bu yoq endi plastik bo'ladi. O'rindiqlariga e'tibor beringlar. Perforatsiyali, teshik. Obdufi bor. Ikkala o'rindiqda tagidan sovutib beradi. Albatta isishi ham mumkin, istadi, u bor. Lekin sovutib ham beradi yozda. Rullarning chiroyligini qarang, monitorlari bilan. Panorama lyuk. Xo'p, beskluchovoy dostуп, ya'ni kalsiz kirish tizimi. Bokovoy qiziydi. Slipoy zona juda ham kerak bo'ladigan narsalardan bittasi, ko'rinyaptimi mana? Slipoy zonasi bor, 360 gradus kamerasi bor. Eng qizig'i motori 1 turbina, lekin 1.5 turbinani kuchi bor. Shunaqa. Baquvvat. 5 kishilik mashina bo'ladi. Ana ikkinchi qatori ham juda ham keng, bemalol qiynalmasdan ketasizlar. Menga ham shaxsan shu Shinray salonida ko'p xodimlarning o'ziga ham bu mashina juda ham yoqib turibdi. Hozir ma'qul bo'lib turibdi. Orqa yukxonani qopqoqlari bemalol elektron ochiladi, elektron yopiladi. Mana bu knopkani bitta bo'lsangiz o'zi yopib qo'yadi. Yukxonani kengligi ham juda ham keng. Zavoddan mana shunaqa subwoofer chiqadi, zapaska baloni bilan. Qaranglar. Zo'r, muzika eshituvchilar uchun zo'r variantda. Shunaqangi zvuk bor-ku, maza qiladi eshitgan odam. Nima deydi, magnitofon kolonkaga yig'dirib o'tirish shart emas. Yo'q, orqaga subwoofer solib, katta yumaloqni solib yurardik oldinlar o'zimiz ham. Shu narsa zavodskoyda. Zavodda bo'lyapti. Buni muzika chiqishlari ham juda boshqacha effekt. 18 diska balon bilan chiqqan. Aka, buni benzin rasxodi qancha? Benzin rasxodi 7.2 yozilgan. 7.2 zavod yozilgan. Shahar ichiga primenniy 8 tadan oshiqroq 9 tagacha rasxod qiladi. 10 ta deylik aka. Keling. 10 ta yurgan odam 9.5 ta rasxod qiladi deb video tashib kerak bo'lsa. Lekin dalniy yo'lga 4.5 ta. 4.5 ta. Shanmaydiganga Telegramdan yozadi. Telegramdan yozsin, videosini tashlab beradi. Gap bo'lishi mumkin. Bu haligi yolg'on ma'lumot gapirib, bundoq ekan deb hamma mashinani akkuratli, chiroyli haydasa, o'sha aytgan xarakteristika bo'yicha mashina xizmat qilib beradi. Gap yo'q. O'rtoqlar, ekranda nomer turibdi, 0042 Eminni akamning o'zlariniki. Qolganlari ukalarining nomerlari. 0042. Telegramdan yozinglar, anaqasini videosini tashlab beradilar. Narxi qancha chiqdi endi bu? Buniki 264 million 665 ming so'm narxi. Xo'p, bu degani bir 20 ming, 21 mingga bormas ekan-da. 20 ming dollar atrofida. Buni ham nasiya savdoga chiqaramiz. Buni ham chiqazib beramiz hammasini. Xudo xolasa. Kelishsa yoki bo'lmasa telefondan shunday telefon qilishsa, summalarni o'sha hisoblab, aniq qilib, qancha bosh to'lov qilishadi, o'shalarni hisoblab turib, grafiklarni shakllantirib beramiz. Xo'p, navbatdagi mashinamiz SVMG 03 gibrid mashinamiz. Bu 7 kishilik bo'ladi. O'zbekistonda 7 kishilik
krossoverlari ichida menimcha bunaqa narxda bo'lmasa kerak. Beskuluchoy dostupi bor, bokovoy qiziydi, lyuki bor. Salonga bitta e'tibor beringlar. Salon neobычный boshqacha. Bu gibrid bo'ladi. Salonni qarang, ikkinchi qator kapitanskiy, skorchaylar, monitor, kruz kontrol, rullar elektronniy bo'ladi albatta. Ikkinchi qatorini ham bitta ko'ringlar mana. Ikkinchi qatorlarga tushib chiqishlar juda qulay. Bu uchinchi qatorga o'tib ketish yo'lagi mana. Uchinchi qatorda kengligini ham bitta e'tibor berasizlar. Xo'p, buni narxi qancha chiqyapti hozirgi kunda? Buniki 239 million 467 ming so'm chiqdi. 20 ming dollarga borib bormaydi. Shunaqa. Buni ham xuddi shunaqa usulda olish Ha, mumkin. bu ham hammasini tartib qoidasi bir xil. Hammasini garantiyasi bor. Garantiyasi bor. 3 yil yoki bo'lmasa 100 ming 100 probegga ming probeg garantiya beramiz. garantiya bor. Ha, motor, Oling buni, oling uni. Imkoniyatingizga qarab. Oilaliklar oilasida bola chaqasi ko'plar, mana undan olsangiz, sev olib bemalol. Klirenslari ham baland, fermer, qirlarda yuradigan, sal balandligida yuradigan akalarimiz uchun ham menimcha bo'laversa kerak. Endi mikroavtobusda yangilik bor dedingiz aka. Bu BAV M7'miz narxlari ozgina bunda ham o'zgarishlar bo'ldi. Boshida sotganimizda 289 million 800 ming so'm sotganmiz. Hozirgi vaqtga kelganda 287 million so'mga atrofida nasiya savdo qilib beramiz. Nasiya savdo. Ha, mijoz o'zining nomiga chiqadi. Oldingi holatimizda o'zimizni firma nomiga chiqib, ketin mijozi nomiga diagnoz qilib berardik. Hozir promoy mijozi nomiga chiqazamizda, o'sha holatda nasiya savdo qilib beramiz. Bank aralashmaydi unga. Yo, bunda bank aralashadi. Aralashadimi? Ha, mijozi nomiga chiqqani hisobiga bank bizga vaqtinchalik taxtga qo'yib berib turadi. Ha. Lekin penasi foizi yo'q. Penya foiz tug'maydi. Ha, shu holatda bo'ladi. Xo'p, turizm bilan shug'ullanadigan akalarimiz, xususiy bog'cha, xususiy maktab yoki bo'lmasa mehmon kutib oldi, mehmon kuzatib qo'ydi uchun ham mehmonxonalardan ko'proq zakaz ko'p tushibdi. Masalan, BAV M7 mashinani vidi bo'yicha, salonni ichin dizaynerlari bo'yicha ranglari juda yaxshi tushgan. Ko'proq shunaqa mehmon kuzatuvlarga, mana gostinitsalarga, hozir hamma yoz issiq oyi bo'ldi. Dam olishga, sanatoriyalarga borishga 8 kishi, 10 kishi, 2 ta, 3 tadan mashinada chiqilmaydi. Mana bitta mashinada olib kelish xizmatlariga juda talabga javob beradigan holatda bo'lib turibdi. talab kuchayganligi uchun mana o'rtoqlar, bitta salonni ko'rsatib o'tib ketay. O'rindiqlari ham, ranglari ham, sifatlari ham ko'jani juda zo'r. Mexanika korobka, rullari mana. Endi buni avtomat korobkasi ham bor aka. Buni avtomat korobkasi bor, lekin hozir savdoyimizda tugagan. Bu yerda yo'q. Buni olib kelib beramiz. Olib kelib beramiz. Buni faqat hozir 11 kishiligi bor. 9 kishiligi imkoniyati bor. Uni ham qilishdi. 9 kishilik qilib beramiz, harakat qilib. Avtomat korobkasi 7 kishilik bo'ladi. Avtomat korobka 7 kishilik bo'ladi. O'rtada 2 dona sidina kapitanskiy bo'lib, shu holatda 7 kishilik bo'ladi. Lekin mashina tuzilishi, dizayner hammasi mana shu bilan bo'ladi. O'zgarishi shu avtomatida bo'ladi. Diskasida o'zgarishi bo'ladi xolos uni. Endi bu 11 kishilik kam deydigan akalarimiz uchun 19 kishiligi kelibdi. Bitta ko'ringlarchi, tashqarida turibdi, o'shani bitta ko'rsatamiz. U ichkariga sig'ishi ham qiyin, to'g'risi katta mashina endi mikroavtobus deyiladi. Joylon brendidan yangilangan 19 kishilik mikroavtobus. Qaranglar, bo'yi balandroq bo'lgan, balonlarini, diskalari o'zgarishlari bo'lgan, chiroyliroq bo'lgan. 16 kishilik bo'lgan ilgari birinchi kirib kelgani, hozir bu 19 kishilik. Mana Namanganda ham bemalol kelishingiz mumkin. Toshkentga borib o'tirmasdan ham shaydan ham olaverasizlar endi. O'rtoqlar, qalay? Bo'laveradimi? Xo'p, yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan, aytganingdek akam toqqa, misol Samarqand, Buxoro qilib kollektiv yuradigan akalarimiz uchun, opalarimiz uchun yaxshi variant yoki bo'lmasa shunaqa ishni yo'lga solmoqchi bo'lganlar uchun ham yaxshi variant. Shofyordan tashqari 18 kishi. Mestani o'zi 18 ta o'rtoqlar, qaranglar. Kondisioner ko'ryapsizlar, obdov и har bitta qatorda tepalarida ana deflektorlari bor. Har bittasini tepasida sovutish, isitish uchun deflektorlari bor, o'rindiqlar. Xo'sh, bu birinchi kelganda o'tgan oylarda narxi baland edi. Narxi tushirib qo'yildi. Buni ham narxlari ozgina
klientlar uchun yengillatish harakatini qilyapmiz. Narx-navosi bunikida xudo xolisa hozir 332 million so'm atrofida chiqdi narxi. 372 million 405 ming edi. Birinchi kirib kelganda narxi yaxshi uni tushirishni harakatini qilishdi va tushirishdi imkoniyati bo'ldi. Qaranglar, mana shinriylar sizlar uchun tayyor, sizlarni kutib turibdi. Bu yoqda ham mana indamarka deysizmi, yuk mashina deysizmi yoki bo'lmasa yo'lovchi tashuvchi akalarimiz uchun ham variantlar bor. Mana yerda bitta legendarniy X30L qolib ketibdi. Bu gazligi shekilli, ha? Ha, gazligi. O'zimizni jaydari, sinovdan o'tib olgan, ko'pchilik bilgan avtomobilimiz. Bundan ham xudo xolisa savdoda bor. Qaranglar, mana BAV sal qimmatroq. To'g'risini aytish kerak-da, vidi boshqasi jihatdan qimmatroq. Arzonroq, yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi akalarimiz uchun arzonroq variant. Konditsioneri bor, ABS bor, rullari elektrousilitilda. Bu hozir 9 kishilikmi? Bu 11 kishilik. 11 kishilik. Ha, buni ham 9 kishilikga qilsa bo'ladi. Imkoni bor. O'zbekistonda sborka bo'lgan mashinamiz. Biz O'zbekistonda chiqartirgan variant. Bu O'zbekistonda sborka bo'lgan mashinaga yagona darcha orqali o'rindiqlar sonini kamaytirish, ko'paytirish imkoniyati bor bularda. Hech qanaqa cheklovi yo'q. Hoy. Narxi qancha tushyapti aka? Narxi 189 million. 189 gazligi. Ha. Bitta 90 talik, yonbosh tomonda bitta 30 talik bo'ladi. Jami 120 talik bo'ladi. Endi ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman o'rtoqlar. Yaxshi ma'lumot sizlarga. Oddiy misol, endi Damas bilasizlar, necha yillardan beri Damas haydaymiz. Yo'lovchi tashish bilan shug'ullanishda ham Damas juda ham ko'p. Damasga bitta liniyani olsanglar, 1 yilga ruxsat berishar ekan, litsenziya. Mana uni olsanglar 7 yilgacha ruxsat berilyapti ekan. Shuni ham hisobini olib, yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi akalarimiz shuni inobatga olib qo'yasizlar. Inomarkalarimiz bor, mana ko'ryapsizlar, gibridlarimiz, har xil mashinalarimiz bor. Akam yoniga kelsanglar, xudo xolisa chiroyli qilib ishinglarni bitirib berishadi. Endi asosiy masala Namanganda bu salon qayerda joylashgan deydigan akalarimiz uchun sodda, qulay qilib tushuntiramiz. Bu katta yo'lda bo'yi bu, o'rtoqlar, bu katta yo'lda bo'yi. Bu yo'ldan, mana shu yo'ldan mana tomonga ketsangiz, Lola jahon bozoriga boriladi. O 300 metr, 500 metrdan keyin Nestle chorrahasi keladi, svetoforı. Bu yog'i mikrorayonga chiqib ketish. Namangan mikrorayonga, Nabor stadioniga borasizlar, o'rtoqlar. Yo'lni bo'yida unaqa hali jin ko'chalardan yurib kelinmaydi, topish oson. Agar mabodo qiynalaman deydigan akalarimiz uchun ekranda nomerlar turibdi, yozsanglar, akalar bilan telefonlashsanglar, lokatsiya tashlab berishadi, qiynalmasdan topib kelasizlar. Aka, o'sha gap shu sovg'alar bor. Xudo xolisa sovg'alari. Farqi yo'q qanaqa mashina olishidan qat'iy nazar. Hamma sovg'adan beramiz. Sovg'asi, bonusi xudo xolisa qilib beramiz. Qarang, sizdan mashina olib ketishganda, endi 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi o'tgan yilimi olib ketishgan akamiz o'rtog'inimi yo qarindoshinimi, yur mana yerda zo'r mashina sotadi deb turib sizga klient qilib olib keldi. O'sha odam uchun ham bitta sovg'a qilib bering. Bor. Sovg'asi bor. Puli bor. Bu safar aytganimiz premiyasi bor. Premiya qilib berishadi, o'rtoqlar. Premiyasi bor. Oldinga olingan mijoz, yana yonida bitta kimnidir o'zini tanishini yoki bo'lmasa o'zini o'rtog'ini yo qarindoshini olib kelib, tavsiya qilib mashinamizni xarid qilishadigan bo'lsa, qo'shimcha olib kelgan mijoz uchun premiyamiz bor. Gap yo'q. O'rtoqlar, menimcha manfaatli, foydali videorolik bo'ldi deb o'ylayman. Bizni shu yergacha ko'rganlar uchun juda ham kattakon rahmat. O'zingiz uchun zo'r ma'lumotlarni oldik. Yana ham qo'shimcha ma'lumotlarni olish uchun ekrandagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, bog'lanib, ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Shu bilan videoroligimizni yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Qobil aka, kattakon rahmat aka. Charchamang, salomat bo'ling.